So'nggi kunlarda Yevropada kuzatilayotgan rekord darajadagi issiq butun dunyoni xavotirga soldi. Ayrim hududlarda havo harorati 40 darajadan oshdi. O'rmon yong'inlari kuchaydi, daryolar suvi kamaydi, yo'llar va temir yo'l infratuzilmasi kuchli issiqdan zarar ko'rmoqda. Olimlarning aytishicha, buning asosiy sababi atmosferada hosil bo'lgan kuchli yuqori bosim tizimi, ya'ni issiqlik gumbazi hisoblanadi. Bu hodisa issiq havoni bir hudud ustida ushlab qoladi va salqin havo kirishiga to'sqinlik qiladi. Bunga Shimoliy Afrikadan kirib kelayotgan issiq havo oqimlari ham qo'shilmoqda. Mutaxassislar iqlim o'zgarishi bunday issiq to'lqinlarni yanada tez va kuchliroq qilayotganini ta'kidlamoqda. Issiq oqibatida ko'plab davlatlar favqulodda choralar ko'rmoqda. Qizil darajadagi ogohlantirishlar e'lon qilindi. Sovitish markazlari ochildi. Ayrim joylarda kunning eng issiq vaqtida ochiq havoda ishlash cheklab qo'yildi. O't o'chiruvchilar o'rmon yong'inlariga qarshi kecha-kunduz kurashmoqda. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, iyun oyidagi kuchli issiq to'lqini Yevropada 10 mingdan ortiqcha olim bilan bog'liq bo'lgan. Qurbonlarning aksariyati keksalar va sog'lig'ida muammosi bo'lgan insonlardir. Bu raqam issiq to'lqinlari qanchalik xavfli bo'lishi mumkinligini yana bir bor ko'rsatmoqda. Muhandislar ham yangi yechimlarni sinab ko'rmoqda. Ayrim mamlakatlarda temir yo'l relslari oq rangga bo'yalmoqda. Dronlar va sun'iy intellekt yordamida infratuzilma nazorat qilinmoqda. Olimlar bulutlarni uruglantirish va boshqa texnologiyalarni ham o'rganishmoqda. Ammo hozircha yer miqyosidagi issiqni sun'iy ravishda to'xtata oladigan isbotlangan texnologiya mavjud emas. Shunday ekan, Yevropadagi rekord issiq oddiy yoz emas. Bu dunyo tobora ko'proq duch kelayotgan murakkab iqlim muammolarining bir ko'rinishi. Kelajakda bunday issiq to'lqinlari yana takrorlanishi mumkinligi haqida mutaxassislar ogohlantirmoqda.